futbolchilar. Mana Real Madrid hamda Barcelona. El Clasico. Ana Mbappe. Jamaliddin, o'zbekchasiga Qamariddin. Hakam o'zimiz Anjalli Makkanjo'ra. Omay aytib qo'y. Mososramasdan o'ynash. Oyoqqa tepish yo'q. Tepgandan keyin deyishmagin menga. Mujikcha o'yin bo'lsin. Tur yo'qol. Bu taraf tutsa sen o'ynaysan, bu taraf tutsa sen o'ynaysan. Xullas qo'yyog'i. O'zim boshlab beraman. Qana ketdi. O'zi Anjallilar tepsa zaminga chiqib ketadi. Masdan telefon qilishyapti. Ha, bizni to'pimizni yedi teforinglar. Bo'ladi, tushyapti. Azizlar, o'yin boshlandi. Ana, maktab bolasini chalishdi. Men koptok o'ynadim. Bugun men koptok o'ynadim. Men var ko'raman, men varga ishonaman. Ha, videoni qo'yib yuboringlar. Bu sensor emasmi? Nagli penalti-yu. Penalti. Mono qo'yasda, dava bigon bilan zangil bo'l. Top qasda, Rafinha zarba, gol! Yigit futbolchi bo'ladi. Tuyoqqa chiqib qon qilding. Ona o'yin qichiq oldi. Hamma charchagansanlar. Flavisda banishnisdan ichib olish. Mana senga qulpinayligi, mana senga mahitoligi, mana senga anorligi, mana senga yangi chiqqan dushes, ya'ni nokligi. Kechirasiz, Flavisning yangi chiqqan nokligini qayerdan topsam bo'ladi? Luboy magazindan topsang bo'ladi. Aptami kuydirib, nozlana. Ikkinchi taym boshlandi azizlar. Top bilan Mbappe. Penalti a favor Real Madrid. Ana xolos, boshlovchi yo'q, mendek shtraf qildi, kunde. Top lopida Mbappe, zarba, gol! Ana, tuyoqchilar shousi bo'lyapti azizlar. O'yin 1-1 hisobida yakunlandi. Kelish endi bitta rasmga tushib qo'yaylik. Senlar futbol o'ynaysanlar, ana tashinchasi itmishiq bo'ladi. Hozir mehmondorchilikka kirgandan keyin moshinlamang, hoppa. Salaydan kelinglar. Davinjon. Keldingizmi? Yo'q, qaytib ketdik. Hozir avtobusda qaytib ketdik, ko'rmagan bo'lsangiz, ko'zingiz yomchisi tushganmi? Keldik-da. Kiring. Qani mehmonlar dasturxonga qaranglar. Dasturxon. Zo'ragan dada. Xitoy shoirsi shekilli-da. Ayyo, men olishib o'tiringlar deyapman. Olishib? Ay. Nima qilyapsizlar? Nima qilyapmiz? Olishyapmiz. Endi Daminjon mehmondorchilik qichiq bo'ldi. Biz uyga boraylik. O'tirib bo'larsizlar. Ama to'g'ri aytasiz, fizo bo'ladi. O'tinglar ichiga. Salaydin. Salaydin, shoshmang. Yaxshi insonsizda bitta qo'l hisob qo'ying. Sandiq hisob qo'y. Hadi, keltiringlar. Olib oldi, ehtiyot qilinglar qo'lini. Keyin safar kelganda olib ketaman. Chap qo'lni ham olib qolasizlarmi? Ketib bekor qo'yasizlar-da, yotib ketardinglar. O'g'lim, men tarafga yaqinroq yur, stressdan ketyapsan. Xudo xolasa 5-6 kunda uyga yetib olsak-a? Dada chetga oling. Nimaga? Chamasi keladi, tepalab ketmasin. Yashamaylik ekanda. Fireball. lar yig'ish bandasiga emas. 2018 da yurishni boshladi bu. Saysanga kirgan biz oshalar yig'ib bo'lmayapti. Sochni ham bo'yga qilib oldik. Mahallaning eng so'nggi yangiliklarini mana sartaroshxonaga kelib bilamiz-da. Qayerga qarashyapsizlar? Qayerga qarashyapsizlar mahallada? Ikkita bola ushlab oldi maktabda oldi, qizlarda oldi ekan ekan. Hozir men gaplashib olay, keyin qilaman. Gapirish. Men Ortiqxo'ra Rahimboy, hurmatli maktabda oldi keldim. Endi bu yerga abadiy qaytib kelmaslikka va'da beraman. Yana qaytib kelasanlarmi? Yo'q, voshim kelmayman. Qaytib kelsang nima qilaman? Ambulatoriyaga admin qilasiz. Ko'rdingmi? Keyin safar ko'rinadi. Davay, bigon bilan zangil. Ko'zing yo'lamay o'lgin, Xonsaroyda fazo loyihasida uy olib beraman deyapman. Uka son sabog'mi?
Yigit somsachi bo'ladi. Qiz boyvachcha bo'ladi. Qiz boyvachchaga yerga tegib ketadi. Ha, mingillamasdan to'rtta go'shtli somsa ber. Ular rais bu. Voy. Bolam bilan to'g'riga admin bo'ladi. Telefon bitta ko'ra. Faqat Telegram, Instagram, WhatsApp galeriyaga kirmaysiz. O nimaga kerak? Nastroykaga kerakmi? Yo bo'lmasa budellikka kirib budellik qo'yib beraymi? Nima bo'ladi? Menga ishonmaysiz, rus tilida bir gap bor. Nikto не движим. Demadingiz. Yo bo'lmasa mushukka o'xshab demadingiz. Ma'nosi hech narsa abadiy emas. Alvido. Va, onasini emsi pagodaga qarab ish qiladimi? Gapiga qornim og'rib qoldi. Men jicha siqilib kelay. Yomg'irlar. Hamdam uchodi-yu, nima men ucholmayapman? Yo'qar demay. Bo'ldi. Siqilavermang. Dadam siz bilan gaplashar ekanlar. Yuring. Mana da sizga aytgan yigitim. Qizim baxtli qilish uchun nimangiz bor? Baytda holim bor, keyin kontrayim bor, keyin bir ikkita banklardan qarzim bor, kredit olganman. Shu turishingda qizim baxtli qilmoqchimisan? Necha yoshsan o'zi? 20 yosh. 20 yoshli Abduqodir Husanovning geriki bor. Oyiga 40 million dollar topadi. O'zingiz necha yoshsiz? 40 yoshmi? 40 yoshli Ronaldo ham Saudiyada yaxshi pul topyapti. Qimenda, eshitdingiz sizga bitta gap. Otam aytgan. Suvday bo'l degan. Piyalaga tushsang piyaladay bo'l degan. Choynakka tushsang choynakday bo'l degan. Uyingizga tushsam uyingizday bo'laman. Lata kirisa. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam. Qarzing bor, tvar ber. Xo'p, rais va, beraman. Asabimga margat qilmagin omma, to'lab qo'y. Ambala to'raga admin qilaman omma. Xo'p, rais va, xo'p dedim-ku. Uy, iPhone-mi? iPhone. Qo'lingizda iPhone, ketizga kiygani shortingiz yo'q. Men mahallani mazgi sintirab kelay. Men Qizil bayramman. To'ydan keyin erim umuman o'rtoqlar bilan choyxonaga chiqmaydi. Men ertalab turib umuman ko'chalarni ham supurmayman. To'ydan keyin biz обязательно alohida chiqib ketamiz. Trikotaj futbolka. Sen avval qizim chuchvara tugishni o'rganib ol, mont qilishni o'rganib ol. Faqat tuxum qovurishni bilasanlar. Sendaqa yoshlar sumalak qilishni ham bilmaydi. Turya qol uyingga. Bu ketishda sumalakni ham yo'q qilib bo'ldi. Ming'illama arqamda ham qulog'im bor, Zaporoj motorman. Chalishimni yuvib olmasam, kampirlar ham qaramayapti. Oma mana shu mahalla asabimga o'ynasa, Xonsaroyda yangi chiqqan fazo loyihasida uy olib ketib boraman, menga so'kkanda bor. Rais, bu assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bitta yordamingiz kerak edi. Qanaqa yordam? Salon ochmoqchiman. Avtosalonmi? Yo'q, go'zallik saloni. Moni oching, moni miyangizni oching. Voy rais, bu dilim og'ritdi. Men nima qilib ayollarni go'zal qilsam? 360 gradusda uradigan kamerani ko'rganmisan? Yo'q. Oni qara. Mana ko'ryapsanmi, arqadan ham uradi. Ya bu erkak degani hayotda tas yashasa-da. Chechiri Temur bobo. Bu kamalagan bular dastdan hijolat bo'lib chiqmay qo'ydi. Rais bu? Obbo, jallohat qo'limni kes. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bu. Ona aytib qo'y, 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, o'tib qatorda meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampeyadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bu. Ole. Makkam jo'ra. Nima deysan? Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanda his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmi seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xolunga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Hurmatli hamqishloqlar, og'iz ocharga uqalanmasdan sariq bola pizzadan zakaz qilinglar. 119 mingga Ramazon seti 4 kishi bemalol kirib to'yadigan 1 2 3 Hala Madrid deb nomlangan pizzalar, ichida 2 ta suvimiz hamda 2 ta xurmoyimiz hamda 1,5 litrlik kolamiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun futbol. Bu mahalladagilarga aytdim men, kishi boshiga pul yig'aylik, Magicda oldi turib, Open budjetga ovoz berib mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yag'im ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda. O'rta ikkita qarmoq oldi, baliq qilib yuboramizmi? Og'ayni, qanaqa baliq, pul tashiylik, boraylik, baliq olaylik, pishirib yeylik, qiynalmaylik. Bo'ldi, o'zing qiynama, bo'ldi. Qiynalib ketding-ku.
G'arbga sayohat. Ali! Ali! Bari tutgani boringlar. Qalmoq yasaymizmi? Nari qarab tur, ishtonimni kiyib olay. Ado, Xonsaroy bahor loyihasida yangi uy olaylik. Hamma o'tganayanda. Yo bo'lmasa ham bitta divan olaylik, yerda yotib yezirib ketdi yo'qda. O'g'lim bechara. Ambulatoriyaga admin bo'lgisi keladi-da. Roza banda. Ochib olay. Admin emas, direktor qilaman o'g'lim. Ada, 100 ming berib turing. Nevarasi tegini qo'llab qo'yapti-da, pampers yetkazib bo'lmayapti. Bo'ldi, yechib tashlar uni. U ham nafas olsin. Kim atir-septi deb bunday nafas olsin. Qo'shni bola ko'p suv o'ynamas deb qo'yasan. Yashamaylik ekan